Akalar qaranglar, 55.500 dollarga 2 xonali domni puliga mana shunaqa tayyor remontlari bilan xonadon chiqyapti. Xo'p, narxi 55.500, Nazarbay tekstilda bo'lyapti. Tekstilli yaxshi joyda bo'lyapti. Dachli joylar emas. Bu yoqda mana havo aylanadigan joylargacha qilib qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Xo'p, bu yoqda bitta xona, masalan, zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki spalni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa eshiklar qo'yilgan, yaxshi. Xudo xolisa ancha yil nima deydi, xizmat qiladi bu narsalar ham. Xudo xolisa mana ko'ryapsizlar, remontlari zo'r, yangi qilib qo'yilgan. Даже to'pli pollargacha qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa yaxshi lustralar ham ilib qo'yilgan. Hop, bu yoqda bitta detskiy xonasi bo'lyapti. Endi yo'qdan ko'ra bitta kichkina oilaga zo'r variant bo'lyapti. Endi bu yog'i oshxona. Oshxonada ham ko'ryapsizlar. Kattagina, kichkina bo'lib qolmagan, choychi, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu hop, hovli bor, mashina qo'yishga joy bor. Bitta xonani tegi podval bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar, podvalni. Hop, bitta tushib ko'rsatib beraman. Podvali ham yomon emas. Mabodo doполнительный yo'nqishlar ham qo'yib qo'yilgan. Xudo xolisa, hovlida ham bitta sanuzuli bor bo'lyapti. Hop, 55.500 yonidigini qo'yuvdik. Endi bunisini ham xuddi shunaqa pulga qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, dushovoy bor, hojatxona, rakvina sistema buxashga yig'ilingan. Hop, xudo xolisa shu xonadonni olsanglar, maza qilib yashavorsa bo'ladi. Hop, mana ko'ryapsizlar. Yonidagisi ham 55.500, bu tarso'ydagi ham 55.500. Bu yoqda o'zi 4-5 ta qurilgan edi, ular sotib bo'lindi. Mahalla yaxshi, xudo xolisa. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh chiroyli narxlarda savdosini qilib barakasini qilib borsa bo'ladi. Sog' bo'linglar. Ulgurib qoladigan joyi ulgurib qolinglar.